MC kanali taqdim etadi. Cho'qqilar hukmdori. Birinchi qism. G'azab. O'g'lim, uyg'ondingmi? Ha, ota, men uyg'ondim va hozir men tashqarida aylanib chiqaman. O'zi obunachilar salomlashish esimdan chiqibdi. O'zi bizni qishloq qanday qishloq? Hozir sizlarga obzorni ko'rsataman. Bizni qishlog'imiz umuman tashqariga chiqolmaydi, ya'ni tashqi dunyodan uzilgan qishloqlar. Bu esa bizning qishlog'imizning kuzatuv minorasi va bu yerdan askarlar kim tashqariga chiqib ketayotganini kuzatishadi va tashqariga chiqqanda esa o'ldiradi. Bu esa bizning uyimiz va bu yerning hukmdori hokimlik. Mana shu kichik yerlarga shu hokimlik boshchilik qiladi. Va bizning qishloqdagi hech kim tashqariga chiqishi mumkin emas. Mumkin bo'lganlar esa mavjud ham bo'lmagan. Men bundan charchab ketdim. Yana qachongacha shunday yashash mumkin? Men tezroq hukumatga arz qilishim, hokimga borib hozir aytaman. O, buyuk hokimlik. Ha, gapiraver. Menda nima gaping bor? Men bundan charchab ketdim. Yana qancha payt bunday yashash mumkin? Men tashqi dunyoga chiqmoqchiman. Ha, mani gapimning oqibati. Endi esa mana shularni mana shunday qilib turishga majburmiz. Ana u nima bo'ldi? Qaroqchilar. Tezda hokimlikka aytish kerak. Hokim bizning qishloqqa qaroqchilar hujum qilyapti. Ha, albatta chora ko'raman. Mana hamma askarlarimiz hozircha ularni o'ldirdi. Sen bu yerga kel. Xo'sh, qo'mondon, menda nima gapingiz bor? Seni buyuk hokimlik chaqirmoqda. Xo'p, hozir boray-chi. O'zim nimaga meni chaqirdi ekan? Xo'p. Hokimlik, salom. Salom, senda gapim bor. Nima gap ekan? Endi sen bizning qishlog'imizning bitta askari bo'lasan. Rostdanmi? Ukalar yarashibdimi? Mana qaranglar-chi, zo'rmi? Nayza va durbin berishdi. Hozir biz borib rahmat aytib qo'yishimiz kerak. Rahmat sizga. Hozir mayli, axir bu hech nima emas. Endi sen bizning qishlog'imizni himoya qilasan. Demak, men kuzatuv minorasiga chiqamanmi? Ha, albatta. Xo'p. Kuzatuv minorasiga ko'tarilamiz va salom, men yangiman. Yangimisan. Nimalar sotasiz? Lekin emas. Xo'p, obunachilar ketdi va hozir biz mana shu itni buzib tashqi dunyoga chiqamiz. Umrimda birinchi marta tashqi dunyoga chiqishim. Xo'p, buni buzamiz, la'nati. Xo'p, chiqamiz, tepaga ko'tarilamiz va biz tepadamiz. Birinchi marta qishloqni tark etishim edi bu. Dahshat. Bu bunchalik baland cho'qqi. Men endi cho'qqilar hukmdoriman, la'nati. Xo'p, bu yerda aholi yuribdi. La'nati. U sotuvchi bizni ko'rib qolsa, tezda hokimlikka arz qiladi. La'nati. Endi esa uyga qaytsam bo'lardi. Sababi borgan sari vaziyat yomonlashyapti. Ikkinchi kun. Men yanada baland cho'qqiga ko'tarildim. Men undan-da balanddaman. Qishlog'imizni yana ko'rishni davom etaman. Keyingi safar bundan-da baland cho'qqilarga ko'tarilaman deb umid qilaman. Xo'p, yanada baland cho'qqiga ko'tarilamiz 3-kun. Biz yanada baland cho'qqiga ko'tarildik. Juda ham baland cho'qqi bu safargi va keyingi safar bundan-da balandga ko'tarilaman 4-kun. Va undan ham balandga ko'tarildik. Xo'p, uyga kirib olamiz va bugun eng baland cho'qqiga ko'tarilamiz. O'g'lim, nimadir dedingmi? Yo'q, ota, hech nima demadim. Xo'p, qo'riqchilar tinmaylanib yuribdi, tezroq ketishim kerak. Xo'p, obunachilar, men amallab chiqib oldim, meni hech kim ko'rmasligi kerak. Qoch. Ana bu yerda qanaqadir hollarni eshityapman. Men ham eshityapman. Xo'p, tezroq chiqib olishim kerak. Bular meni eshitib qolishganga o'xshaydi. Bu yerda sotuvchilar yuribdi, la'nati. Bundan nima? Keyingi safar undan nimadan cho'qqilarga ko'tarilamiz.
O'g'lim, Nima bu yerda nima qilyapsiz? tezda javob seni endi ertasi kuni hokimlik sen bilan gaplashadi. To'g'ri, otang bilan gaplashadi. Chunki sen hali 15dasan. Ertasi kuni. Voy, nimalar qilyapsiz bu yerda? Qo'mondon, nimalar qilyapsiz? Voy, javob. Yo'q, nimalar qilyapsiz axir otamga? U qatl etilishi kerak emas. Javob deyapman. Ogohlantirish bu so'nggi. Yo'q, nimalar qilyapsiz? Mana senga yaramas. Oradan 1 yil o'tdi. Nihoyat men o'zimga nayza yasadim va endi boshqa ish qurollarini yasashni davom ettiraman. Otangga nima bo'ldi deyishim mumkin, uni qamoq qolishdi, qatl etishmadi, menga to'g'ri shunday deyishdi. Otam tirik-ku, axir nimalar deyapman. Endi esa hokimni topib ishga olishini so'rashim kerak. Nima? Ota! Yaramasdi hokimlik. Men qamoqxonaga hozirgina qo'ng'iroq qildim. U yerda hech qanday mahbus yo'qligini aytishdi. Demak, u meni aldagan. Hammangni o'ldiraman. Birinchi bo'lib soqchilardan qutulishimiz kerak. Uni senga mana. Hoy, nima deyapsan? Meni baribir hokimlik o'ldiradi. Ha, o'ldirsin. Qani kutamiz undan o'ldirishini. O'ldira oladimi? Kuchi yetadimi o'zi uni? La'nati qani? Yana mana bu yerda meni urgan soqchi ham bor. Yaramas. Hoy, nima qilyapsan? Tepadan urish yaxshi emas. Men ham tepadan ura olaman. O'lib ket, yaramas. Sen otamni o'ldirgansan. Senda qalar o'limga mahkum. Mana menga ol, yaramas, o'lib ket. Va endi asosiy boshqaruv minorasiga boramiz. Va seni o'ldiraman, Li. Salom bermasdan kirib kelishga uyalmaysanmi? Hokimlik seni o'ldiradi. Ko'ramiz. Qisqasi, ana ikkalasini o'ldirdim, lekin hokimlik qochishga ulgurdi. Seni o'ldiraman, hokimlik. Qayerda bo'lishi mumkin? Kuzatuv minorasiga chiqish kerak edi. U yerda ko'rinadi. Hop, qayerda u endi? Tepaga chiqish kerak. Ana u hokimlik, ana u yaramas. Seni o'ldiraman, hokimlik.